Yo, tushundim, baraka topkur. 23-yil deyapsiz, 38 ming yurdi deyapsiz, kraskasi toza deyapsiz. Hammasi esimda qoldi. Lekin bu inomarka emas-da, axir. Inomarka bo'lganda qo'yib berardim. Kraskasi toza. Aka, kraskasi toza, to'g'ri toza, lekin mana shu joyda ish qiladigan joyi bor ekan. Kichkina ko'rdim. Qolgan joyda ayb yo'q deganingizni bildim. Patnoshkalar qo'yilganligini aytdingiz, erisabilisovka qo'yilganini aytdingiz. Muammo yo'q, black piano qildirib bo'lgan ekansiz, lekin bu inomarka emas. Nima deysizlar? Sizlar ham fikringni qoldiringlar, trekker olib kelishib qo'yib ber deb. Lekin inomarka emas desam, bu ham inomarka tipiga kiradi deyaptilar. Fikringlarni kommentda qoldirib qo'yinglar. Bu juda ko'p trekker отказ qilganman hozirgacha. Bundan keyin trekker отказ qilaymi, qilmaymi? Malibuni ham menimcha отказ qilgandim ko'pini. Malibuni ham inomarka deyapti. Fikringizni qoldirib qo'ying. Narxi qulay deyaptilar. Narx qulay-ku, hech bo'lmasa narx qulaylik uchun qo'yib bering deyaptilar. Beskulchoy do'stlar bor ekan. Propallargacha bor ekan. Xullas, balon 4 ta yumshoq balon qo'yganimdan keyin dedilar 10 ming kilometr ham yurmaganman. Mashina вообще shkarniy qilib qo'ygan deyaptilar. Chexollarni ham qimmatini qo'yganman. Evkor poylargacha solganman deyaptilar. LTZ pozitsiyasi ekan. Narxini nech pulda bo'ladi? Bitta like bosib, maksimal tarqatib tashlayanda kommentda qoldiring. Trekkerni qo'yaylikmi, qo'ymaylikmi, to'g'ri qildingmi, noto'g'ri qildingmi, fikringizni qoldirib qo'ying. 23-yil LTZ 38 ming yurganini siz uchun 14350 ga topib qo'ydim.